Do'stim, ushbu videoni o'tkazib olmaslik uchun to'rtta fakt aytaman. Birinchisi, bu Baojun Cloud 460 Max hisoblanadi. Ikkinchi fakt, batareykani holati 100%. Uchinchi fakt, bu bor yo'g'i 39 ming kilometr yurgan va batareykasining holati 100% deb egalari aytishyapti. Tekshirtirib ham ko'rishgan. Kojalarini ko'ringlar, salonni ko'ringlar, salonning holati juda ham dahshat holatda. Balonlarni ham o'zini original balonlari turibdi. Yana bitta fakt, mashinani kraskalari top-toza, batareykalarini ham holati 100% da. Mashina absolyutni top-toza 39 ming kilometr yurib bergan. Mashinada qo'shimcha 360 kamera bilan jihozlangan. Mashinani tomini ko'rsataman. Polni panorama tom hisoblanadi. Bu mashinani olgan odam maza qilib, butun boshli oila, bala-chaqa polni hammasini ko'rsa bo'ladi. Chunki ichini ko'ringlar, qanaqa kengligini buni. Do'stim, eng asosiy 4-fakt. Mashinani narxi bor yo'g'i $16,300. Tezda ham nomerlarga telefon qilasizlar, uni baraka qilamiz.